Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugun birinchi darsimiz Krish AI, ML, DL va CV. Mavzu rejasi quyidagicha, demak, birinchisi sun'iy intellekt, ikkinchisi machine learning, uchinchisi deep learning, chuqur o'rganish va to'rtinchisi computer vision. Ushbu rasmga qaraydigan bo'lsak, bu yerda eng boshda turibdi artificial intelligence. Bu nima degani? Bu sun'iy intellekt degani. Uning tarkibida machine learning bor ekan va uning tarkibida deep learning bor ekan. Bu degani nima degani? Demak, sun'iy intellekt ichida ML bo'lim ekan, ML ning ichida DL ham bitta uning bo'limchasi ekan. Sun'iy intellekt o'zi bu nima? Sun'iy intellekt bu kompyuter tizimlariga insondek fikrlash, o'rganish, mantiqiy xulosa chiqarish va muammoni hal qilish imkonini beruvchi texnologiya to'plami. Faqat bunda inson o'zimizning neyron tarmoqlarimiz, biologik neyron tarmoqlarimiz orqali qanaqadir bizda xulosa yoki natija chiqadigan bo'lsa, bu yoqda AIda faqatgina raqamlardan qaysidir modeldan natija yoki xulosa chiqish kabidir ekan. Xo'p, demak, asosiy xususiyatlari bu insondek o'rganadi, fikrlaydi, muammoni hal qiladi, tilni tushunish uchun NLP dan foydalanadi va ko'rish va tanib olish uchun computer visiondan foydalanadi. Demak, biz buni yozib qo'yishimiz mumkin ekan. Bu yoqda NLP, bu yoqda esa CV. NLP degan Natural Language Processing, bu CV Computer Vision demakdir. Xo'p, demak, qo'llanish sohalari, AI ning qo'llanish sohalari raqamli yordamchilar bo'lishi mumkin. Misol uchun Siri, Alexa va shunga o'xshagan. Sun'iy ko'zlar bo'lishi mumkin. Sun'iy ko'z deganda biror bir tasvirda obyektlarni ajratish mumkin ekan yoki uni yuz tuzilishidan o'rganib xususiyatlarini ma'lum bir insonlar tanish ekan. Avtonom transportda bo'lishi mumkin. Tibbiyotda tashxis qo'yish juda ham oxirgi kunlar rivojlanib kelmoqda va o'yinlar va robot texnikada juda ham sun'iy intellekt keng qo'llanib kelmoqda. Demak, AI turlari quyidagicha, hozirda ishlab turgan AIlarimiz Nero va AI deyishadi. Bunda ma'lum bitta vazifani, xos vazifani bajaruvchi AI hisoblanadi. Keyingi turi bu General AI, bu inson har xil vazifalarni bajaradigan AIlar, hali bu mavjud emas. Menimcha bu reallikka aylanib bormoqda va undan keyingisi bu Super AI. Endi Super AI insondan ham ustun aqlga ega bo'lgan AI hisoblanar ekan. Sun'iy intellekt loyihalari, boya aytdim, demak, Siri bo'lishi mumkin, Alexa bo'lishi mumkin yoki hozirda DeepSeek'lar yoki ChatGPT'ning o'zining modellarini ham olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, machine learning. Demak, machine learning bu nima? Bu sun'iy intellektning bir bo'lagi bo'lib, u algoritmlar yordamida kompyuterlarni o'rganishga o'rgatadi. Ya'ni oldindan dasturlashmagan ma'lumotdan mustaqil xulosa chiqaradi degan ma'noda ekan. Yana shu yerda to'xtalib o'tmoqchimanki, oldindan dasturlashmagan degan joy e'tibor beringlar. Bu yerda qanaqadir bizda algoritmlar o'ynaydi. Yoki buni biz formulada ham yuritishimiz mumkin bo'lar ekan. ML qanday ishlaydi? Demak, ML ma'lumotlar oladi, uni tahlil qiladi, o'rganadi va natijalarni chiqaradi. Machine learning loyihalari turli xil platformalarda ham ishlab turibdi. Misol uchun oddiygina YouTube'imiz. YouTube'da biz o'zimizga mos biror bir videoni ko'radigan bo'lsak, YouTube platformasi aynan shunga mos bo'lgan bizga mana bunaqa videochalarni yoki videolarni bizga tavsiya qiladiki, u ham oldindan o'qitilgan modellar hisobidan.
Demak, machine learningning asosiy turlari quyidagicha. Demak, asosan 3 ta turdan iborat. Bu supervised, unsupervised va reinforcement learning hisoblanadi. Supervised, unsupervised bular o'qituvchilar va o'qituvchisi deb yurishsa ham bo'ladi. Keyin buni endi batafsilroq o'rganamiz. Xo'p, demak supervised learningda nima bo'ladi? Demak supervised learningda biz oldindan rasmlarni kompyuterga o'rgatamiz. Misol uchun bular nima ekan? Olma ekan. Uchtasi mana olma hisoblanadi. Biz oldindan uni berib qo'yamiz. Misol uchun biz dataset tayyorlaganimizda bu yog'i nomi desak, bu yoqda misol uchun olma. Bu yoqda uning rasmi keladiki, rasmida olmachaning bitta rasmchasi qoladi. Hokazo bu dars jadvalimiz juda ham ko'plab qatordan iborat. Bularni kompyuter o'zini ma'lum bir algoritmlardan o'rganib model qurishda foydalanadi. Misol uchun keyingisi qulupnay ekan. Bularni ham oldindan biz yozib qo'ydikki, bular yangi bir rasm kelganda uni o'xshashligi bo'yicha qulupnayligini biladi. Unsupervised juda ham boshqa ishlaydi. Unsupervisedda biz oldindan ma'lumotlarni labelini qilmaymiz. Hamma demak ma'lumotlari yoki rasmlari bitta modelga beramiz. U o'zi mustaqil o'rganadi. Misol uchun bu yoqda mana kvadratchalari xususiyatini o'rganib bitta kvadratchalar degan klass yaratadi. Yoki bo'lmasa mana bu doirachalar oladi. Demak, doirachalarni qanaqa xususiyatda bir-biriga o'xshashligi uchun bularni ham alohida bitta klass etib oldi. Demak, klass degan bu sinf asosan unsupervised learningda ma'lumotlarni klasslarga ajratish uchun tuziladi. Demak, reinforcement learning ham juda ham boshqacha. Bunda asosan quyidagi 6 ta muhim xususiyati bor ekan. Bularni birma-bir ko'rib o'tamiz. Birinchisi muhit. Demak, bu muhitda biz qanaqadir xonada itni o'rgatib turishimiz mumkin ekan. Yoki it yashayotgan joy xonadan xoli bo'lishi mumkin ekan. Keyingisi bu agent. Agent bu nima? Agent bu itimizni o'zi bo'lishi mumkin ekan. Holat hozir qani turibdi bu kuchuk itimiz? O'tirib turibdimi yoki yugurib turibdimi, hokazolar. To'rtinchisi harakat action. Bunda biz unga buyruq beradigan harakatdamiz ekan. Misol uchun o'tirishi kerak ekan, yugurishi kerak ekan, sakrash kerak ekan, ovoz chiqarmas kerak ekan. Biz bu buyruqlarni o'zimiz beramiz. Va asosiy bizda mukofot degan narsa bor ekanki, agarda u biz bergan buyruqni to'g'ri bajarsa, shirinlik, silash yoki maqtov ijobiy mukofot beramiz. Agarda bizga boshqa adashtirib harakat qilsa, biz unga salbiy mukofot beramiz. Va bulardan kelib chiqib bu bizga asosiy bo'lgan strategiyani hosil qilib beradi. Bu bizda model hisoblanadi. Xo'p, nazoratli o'rganishning quyidagi algoritmlari bor. Birinchisi misol uchun chiziqli regressiya. Bizda oldindan uy narxlari berilgan bo'lsa, keyingi uylar narxini o'shandan kelib chiqib biz aniqlashimiz mumkin bo'lar ekan. Keyingisi bu Lakis regressiya. Bu sinflarga ajratish uchun ishlatiladi. Keyingisi bu qarorlar daraxti. Keyingisi bu random forest. Bu bir nechta daraxtlarning jamlanmasidan bizga yangi bitta ma'lumot beradiki, chiziqli regressiyadan ham bu juda ham samarali hisoblanadi. Undan keyingisi support vector machine. Bunda sinflar o'rtasidagi eng yaxshi chegarani topadi. Va undan keyingisi Canon'ning
bu obyektni unga yaqin bo'lgan eng yaqin qo'shniga qarab tasniflaydi. Bularni biz o'zimizning chuqur o'rganish kursimizda batafsil to'xtalib o'tganmiz. Va shu yoqda yana bitta narsa to'xtalmoqchimanki, biz sun'iy intellekt, machine learning va deep learning bilan bog'liqligini ko'rganimizda, mana bu yoqdagi logistik regressiyamiz aynan shu bizga DL ning boshlang'ich tushunchasini berib o'tadi. Xo'p, nazoratsiz o'rganishda unsupervisedda quyidagicha algoritmlar bor. Misol uchun K- va daraxt shaklidagi klasterlash. Chuqur o'rganish bu deep learning deyiladi. Chuqur o'rganish bu mashina o'rganishdagi bir soha bo'lib, neyron tarmoqlar yordamida katta murakkab ma'lumotlar bilan ishlaydi. DL inson miyasi kabi qatlamli tahlilni qilar ekan. Xo'p, demak, deep learningda 3 ta qatlam bor. Demak, birinchisi kirish qatlami, keyingisi bu yashirin va uchinchisi bu chiqish qatlami. Demak, mana bunisi oladigan bo'lsak, bu qizilchalar bizda inputlar deyiladi. Yashirin qatlamlar bizda hidden dedik mana bu yoqda. Va oxirdagisini biz output deymiz. Bu undan chiquvchi ma'lumot. Xo'p, bunda asosiy urg'uni men bitta narsa qaratmoqchimanki, boya logistik regressiyada faqatgina output bor va undan keyin oldinda turadi input. Bu yoqda bundagi farq nimadan iboratki, chuqur o'rganishda bir necha xil yashirin qatlamlar bo'lishi mumkin ekan. Xo'p, demak deep learningga o'zimizning hozirda ko'p keng qo'llanib kelayotgan ChatGPTni ham olishimiz mumkin ekanki, bu ham internetdagi ochiq ma'lumotlari o'rganib, bizga yakuniy katta foydalanishga qulay bo'lgan interfeysdagi modelni taqdim qiladi. Demak, biz DL ni yaratish uchun asosan 3 ta narsa e'tibor berishimiz kerak ekan. Demak, birinchisi data baza yoki database deymiz. Keyingisi hozir aytgandek bu qanaqadir algoritm bo'lishi mumkin yoki biz buni model tanlashimiz kerak ekan va keyin unga kompyuterlar kerak ekan o'qitish uchun. Biz buni texnik resurs desa ham bo'ladi, kompyuterlar. Xo'p, demak biz data bazani modeliga o'qitamiz kompyuter yordamida. Va bizga oxirida qanaqadir pt fayldami yoki pxldami va hokazo shu kengaytmadagi bizga modelni tayyorlab beradi. Xo'p, chuqur o'rganishdagi quyidagicha bizda mashhur modellar bor. Demak, birinchisi oddiygina sun'iy neyron tarmoq. Ikkinchisi bu seni nima qiladi? Bunda ko'proq biz tasvirlar bilan ishlaymiz. Keyingisi bu RNN. RNNda biz modellar ishlaymiz. LCM dan xuddi shunday. Auto encoderda biz videolarni, turli xil rasmlarni, kerak bo'lsa matnlarni ham birinchi enkoder qilib, ma'lumotini kichraytirib, xususiyatdan o'rganib va jo'natganimizdan keyin uni ochib dekoder qilib, biz vaqtdan ham, resursdan ham foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Va oltinchisi bu GAN, bu generativ neyron tarmoq, hozir juda ham mashhur bo'lib ketdi bu. Va keyingisi bu transformer modeli. Demak, transformer modeli bu Google tomonidan ishlab chiqilgan ekan. Hozirda ChatGPT ham xuddi shu bilan ishlab turibdi. Hozir tasvirlab o'tdikki, demak, oddiy tarmoq
da biz tasniflaymiz, regressiya qilamiz, CNNda va hokazo. Bularni birma-bir o'zingiz mustaqil ravishda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, kompyuter ko'rishi, bu kompyuter ko'rishi bu nima? Computer vision deyiladi. Bu kompyuterning rasm, video yoki real dunyodagi tasvirlarni ko'rish, tahlil qilish va tushunish qobiliyati ekan. Qisqacha aytadigan bo'lsak, bu inson ko'zi nimani ko'rsa, kompyuter ham web kamera yordamida uni ko'rib, tahlil qiladi va bizga kerak bo'lgan natijalarni keltirib chiqaradi. Misol uchun bu yoqda mana mashinalar turibdi. Bu yoqda odamlar turibdi. Bu yoqda misol uchun svetoforlar turibdi. Bularni qayerdan taniydi? Bu yoqda birinchi biz supervised learningda rasmlarni o'qitib olamiz. Undan keyin yangi ma'lumot kelganda uni tanib bizga ma'lumotlarni chiqarib beradi. Xo'p, yuzni aniqlashda ham o'ziga xos xususiyatlarni o'rganib chiqadi kompyuterki, misol uchun burun bilan og'iz o'rtasidagi qanaqadir bog'liq bo'lishi mumkin yoki quloqlar, yuzlar va hokazolar bu orqali bizga yangi bir ma'lumot ta'sir bersa, uni tanib olish uchun bu juda ham ahamiyatga ega bo'ladi. Demak, mavzuni boshida ham aytib o'tdimki, demak kompyuter faqat raqamlar bilan ishlaydi. Misol uchun, bu yoqda ham har bitta pikselning mana rangi bor ekanki, misol uchun eng chetdagi 157 ekan. Va bu chetdagisi misol uchun 218 ekan. Bu nima degani? Agarda qanchalik qora bo'lsa, rasmimiz, pikselimiz shuncha u 0 ga qarab intiladi. Agarda oq bo'lib boraversa, bu 255 ga qarab intiladi. Bu orqali kompyuter uni tushunadi va shunga qarab u ma'lum bir vazifani bajarib o'tadi. Bu yoqda Computer Vision'ning asosiy CNN arxitekturasi keltirilgan. Buni ham batafsil biz sun'iy intellektni chuqur o'rganish kursimizda aytib o'tganmiz. Xo'p, bu yoqda input keladi. Demak, kanalizatsiya amali bilan buni boshqa qatlamga ajratadi. Keyin uni max pooling deydi. Demak, eng katta bo'lgan qiymatlar oladi va yana kanalizatsiya amali va yana max pooling va oxirida biz uni klassaga ajratib tanishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun bu yoqda 2 qo'yilgan bo'lsa, oldindan o'qitilgan dataset bilan biz uni ikkiligini kompyuter yordamida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va obyektni aniqlashda ham xuddi shu amal, xuddi shu model foydalanadiki, biz uni kelajakdagi o'zimizning yangi qurayotgan modellarimizda ham o'rganishimiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugun mavzumiz shundan iborat edi. Xayr, sog' salomat bo'ling.